Agar ayolingiz yoki uylanmoqchi bo'lgan qizingiz Instagramda o'tirgan bo'lsa, xavotirlanishingizga hozirdan asos bor. Chunki uni lentasida yaxtalar, boy kachok erkaklar, haqiqiy hashamat. Bu bo'lsa undagi norma va standartni shakllantiradi. Janubiy Sharqiy Yevropa Sog'liqni saqlash jurnali 2025-yilda chop etgan tadqiqot shuni isbotlaganki, 30% xotin-qizlar o'zini boshqalar bilan muntazam solishtirgani sabab o'z hayotidan qoniqmaydigan bo'lib qolishadi. Vaziyat bunaqa bo'lgandan keyin siz uni ko'z oldida endi samodostatichniy mujik emassiz. Chunki Instagram real hayotda o'rnini egallab oldi. Computers in Human Behavior jurnali 2022-yilda keltirgan tadqiqot shuni isbotlaganki, Instagramdan ko'p foydalanish ayollarni eridan ko'ngli sovuq qolishiga olib keladi. Chunki el qatori ishlab uyiga halol pul topayotgan oddiy er Instagramdagi ideal millioner bodybuilderdek emas. Baylor universiteti ekspertlari olib borgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatganki, ijtimoiy tarmoqlardan aktiv yoki passiv foydalanish insonni yaqinlari bo'lib turib, o'zini yolg'iz his qilishiga olib keladi. Ya'ni gapi qisqasi buni oxirida u sizdan ketmaydi. U shunchaki Instagramga, yolg'on hayot, emotsiyalar ta'sirli qilib ko'rsatiladigan joyga ketadi. U yoningizda, lekin siz bilan emas. Hech qanaqa drama yo'q, urush janjali yo'q. Shunchaki kam e'tibor, kam gap, hayotingizda kam. Bu sezilarsiz, asta-sekin amalga oshadigan jarayon. O'zingizga o'zingiz savol bering. U rostdan ham shunchaki Instagramda o'tiribdimi yoki uni asta-sekin ko'z oldingizda kunma-kun yo'qotib boryapsizmi? Bu videoni kimga yuborish yubormasligini o'zingiz bilasiz.